Xitoy tutib ketgan bir qism Sharqiy Turkistonliklarning izderigi yo'q. Sharqiy Turkistonning ba'zi rayonlarida Xitoy soqchi idorasi yordamchi soqchilarga ma'lum sonda odam tutish vazifasini tushirgan bo'lib, ular vazifasini o'rindagan hamon darhol mazkur yollanma soqchining hisobotiga beriladigan mukofot naqlashtirilgan. Xitoy soqchilari vazifani o'rindash uchun tutilgan bir qism kishilarning bir qancha oydan beri izderigi yo'q ekan. İstanbul'da ikki Cumhuriyetni xotiralash cho'ng yig'ilishi o'tkazildi. 12 noyabr Turkiya İstanbulning Zaytunburnu Aqdengiz sahilida Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatining tashkillashi bilan ikki Cumhuriyetning 1933-yili qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti va 1944-yili qurilgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining xotiralash cho'ng yig'ilishi o'tkazildi. Yig'ilish Qur'on tilovat qilish va Sharqiy Turkiston davlat marishi bilan boshlandi. Yig'ilishga İstanbulda yashayotgan 3000 ga yaqin Sharqiy Turkistonlik qatnashdi. Yig'ilishda Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatulloh O'g'izxon so'z qilib, ikki Cumhuriyetning Sharqiy Turkiston da'vosidagi roli, ikki Cumhuriyetning Sharqiy Turkistonliklarning vatanparvarlik engini o'stirishga bo'lgan ahamiyati qatorliqlar haqida tafsili to'xtalib o'tdi. Yig'ilishda ikki Cumhuriyetga beg'ishlab ishlangan film qo'yildi. Yig'ilishda yana Sharqiy Turkiston Ulamolar birligining raisi doktor Ataullah Shahyar ikki Cumhuriyetning kurash va mujodilamizdagi roli temasida tafsili to'xtaldi. Doktor Alimjon Ataullah 1933-yildagi Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetining qurilishi va munqariz bo'lishi temasida tafsili to'xtaldi. Undan boshqa Qozog'istonlik takliflik mehmon doktor Rahmonjon Yusuf 1944-yildagi Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining qurilishi va munqariz bo'lishi, shundaqla 1949-yildagi Xitoy ishg'oliyatiga sabab bo'lgan omillar temasida tafsili to'xtaldi. Tafsilotini YouTube Istiqlol sahifasidan ko'rgaysizlar. Turkiya Kastamonu universitetida Sharqiy Turkistonning buguni temasida yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilishda leksiya so'zlagan o'qituvchi va o'quvchilar birdek hozirgi dunyo xaritasida Sharqiy Turkistonning o'rni ishoratlanmagan. Sharqiy Turkistonning bayrog'i ko'rinmaydi. Shuning uchun ko'nglimiz yerim. Alloh xolisa yaqin kelgusida dunyo xaritasida Sharqiy Turkistonning o'rni va bayrog'i bo'ladi deganlarni bildirishdi. Sharqiy Turkiston g'oyat zo'r turmaga aylangan. 14 noyabr Angliya pul muomala gazeti bergan xabardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy Sharqiy Turkistonda yangi siyosatlarni ijod qilib, bu siyosatlar Sharqiy Turkiston xalqining kundalik turmushlarigacha yurgizilganlikdan Sharqiy Turkistonning g'oyat cho'ng turmaga o'zgarganligi, bir oiladan oz deganda bir kishi yoki 3-4 kishining turmida ishganligi, Sharqiy Turkistonliklarning diniy va milliy urf-odatlaridan voz kechishga majburlanayotganligi oshkorlandi. Eronda yer tavrash ofati bo'ldi. Eron mamlakatlik krizis bartaraf qilish organining muavin mudiri Bahnom Saidi Eron davlat televiziyasida so'z qilib, yer tavrashda qazo qilganlarning sonining 407 ga, yaralanganlarning sonining 6700 kishiga yetganligini uqtirdi.